Yana raso bo'libdi-ku. Ye. Hamsiya moychik bo'lib ketdi-ku. Hamsiya, abi yordam kerak emasmi? Yordam kerak emas. Bilaman sizning niyatingiz nimaligini. Tuva qildim. Yaxshi ma'noda so'ragandim, battar bo'ling unda. Hamsiya, buni qo'lda yuvancha moyka olib borsangiz bo'lmaydimi? Har kun yuvdiraman. Ertalab tursam yana chang. Ana chang bo'lmasligi uchun meni sizga yordamim kerak-da. Hozir shu o'zim yordam beraman, hay. Xo'sh, qanaqa yordam bermoqchi edingiz? Hamsiyajon, mashinchangiz moyka qilgandan keyin mana shu chang bo'lmasligini xohlaysizmi? Ha? Men unda sizga nomer beraman. 99lik 020 67 0. Nima qilaman bu nomerni? Bu avtonavis. Ana shu mashinchangiz to'xtagan joyga chiroyli qilib navischa qilib beradi, keyin chang bo'lmaydi mashinangiz. Shu yergacha kelmasa kerak. Voy, ular borki, O'zbekiston bo'ylab любой joy yetkazib ham beradi, qurib ham beradi joyida. Tushundingiz? To'lov siz xohlagandek bo'lar. Men pastda nomerchalarni qoldiraman, sizlar ham telefon qilinglar. Yo'q, rahmat. Hamsiyajon.